Parasetamol nega terlatadi? Isitma chiqqanda suv ko'payadimi? Aslo unday emas. Isitma ortidagi sababni bilish uchun gipotalamus muhim. Gipotalamus miyamiz ichida joylashgan muhim qism bo'lib, unda ichki termometrimiz joylashgan. Shu termometrda harorat me'yoriy nuqtasi o'zgarishi mumkin. Bunga sabab esa odatda virus va bakteriyalardir. Tanamizga begona mehmon tushganda o'zidan egzogen, pirogen moddalar ajratadi. Bu moddalar immun sistemasiga ta'sir etib, interleykin 1, interleykin 6, TNF-alfa kabi birikmalar ajraladi. Bular gipotalamusda prostaglandin E2 ajralishini oshiradi. Prostaglandin E2 ortishi gipotalamusdagi me'yoriy nuqtani ko'taradi. Aytaylik, me'yor 38 gradus bo'ldi. Vaholanki hali tanamiz 37 gradusda. Shu sababdan gipotalamus tanaga haroratni ko'tarish kerak degan buyruqni beradi. Natijada qon tomirlar torayadi, tanada titrash boshlanadi, metabolizm tezlashib, issiqlik energiyasi hosil bo'ladi va tana harorati ortishni boshlaydi. Shu paytda parasetamol qabul qilsak, u gipotalamusga ta'sir etib, prostaglandin E2 hosil bo'lishini to'xtatadi va me'yoriy nuqta yana 37 gradus bo'ladi. Endi gipotalamus tanani issiq deb qabul qilib, qon tomirlarini kengaytirish va terbezlarni uyg'otish buyrug'ini beradi. Terlash orqali harorat tanamizdan chiqib ketib, isitmamiz tushadi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida parasetamolni faqat harorat 38 gradusdan baland bo'lganda ichish tavsiya qilinadi. Chet tili adabiyotlarini o'zbek tilida o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohga PDF deb yozing. Sizga bepul qo'llanma tashlab beramiz.